Aniq bilaman bu video rekka chiqmaydi, chunki mana shunaqa qishloq joylarda video olinsa, hech qachon video rekka chiqmagan va hech kim bir-biriga tarqatmagan. Xullas, agarda mabodo video siz rekkizdan chiqib qolsa, sizdan bir dona iltimosim, shundoq obunani bosib qo'ying jigar. Mana shunaqa blogerlik sohasini hozir boshlayapman. O'tinglar-da akkauntimga, agar rekladan chiqib qolsa, o'tib shunday akkauntimga 5-6 videolarimga like post, prosta komment yozib yuboringlar. Agar malollik kelmasa, obuna bo'lib qo'yasizlar o'rtoqlar. Hammaga esa rahmat. Men xuddi shu xursand bo'laman. Agarda men malol kelmasa, obuna bo'lib qo'yasizlar. Esidan chiqmasin. Istoriyaga bitta reaksiya qoldirib, videolarimga 4-5 ta like bosib qo'yib. Aniq bilaman bu video rekka chiqmaydi, chunki mana shunaqa qishloq joylarda video olinsa, hech qachon video rekka chiqmagan va hech kim bir-biriga tarqatmagan. Xullas, agarda mabodo video siz rekkizdan chiqib qolsa, sizdan bir dona iltimosim, shundoq obunani bosib qo'ying jigar. Mana shunaqa blogerlik sohasini hozir boshlayapman. O'tinglar-da akkauntimga, agar rekladan chiqib qolsa, o'tib shunday akkauntimga 5-6 videolarimga like post, prosta komment yozib yuboringlar. Agar malollik kelmasa, obuna bo'lib qo'yasizlar o'rtoqlar. Hammaga esa rahmat. Men xuddi shu xursand bo'laman. Agarda men malol kelmasa, obuna bo'lib qo'yasizlar. Esidan chiqmasin. Istoriyamga bitta reaksiya qoldirib, videolarimga 4-5 ta like bosib